Jak Fresco haqida 10 ta batafsil fakt. Birinchi fakt. Jak Fresconing bolaligi va ilk qiziqishlari. Jak Fresco 1916-yil 13-martda Nyu-York shtatida tug'ilgan. U bolaligidan texnologiya, mexanika va dizaynga qiziqgan. O'smirlik davrida u kitoblar orqali o'z-o'zini o'rgatgan. Maktab tizimidan ko'ra mustaqil o'rganishni afzal ko'rgan. Bu mustaqil fikrlash uslubi keyinchalik uning futuristik g'oyalariga asos bo'ldi. Ikkinchi fakt. Jak Fresco o'zini futurist deb atagan, ya'ni kelajakni tasavvur qilish va uni ilmiy asosda loyihalash bilan shug'ullangan. U texnologiya yordamida insoniyat muammolarini hal qilish mumkin deb hisoblagan. Uning fikricha, kelajakda insonlar urushsiz, muammosiz va barqaror jamiyatda yashashi mumkin. Uchinchi fakt. Venera loyihasi asoschisi. Fresco Proyekt Venera nomli global ijtimoiy o'zgarish loyihasini yaratdi. Bu loyiha Florida shtatida joylashgan bo'lib, unda ekologik arxitektura, avtomatlashtirilgan transport, energiya samaradorligi va resurslarga asoslangan iqtisodiy model taklif etiladi. Loyihaning maqsadi insoniyatni pulga asoslangan tizimdan ozod qilish. To'rtinchi fakt. Pulga asoslanmagan jamiyat tarafdori. Fresco pul, siyosat va urushlarni insoniyat taraqqiyotiga to'siq deb bilgan. U resurslarga asoslangan iqtisodiy modelni ilgari surgan. Bunda har bir insonning ehtiyojlari texnologiya va ilm-fan orqali qondiriladi. Pul va savdo vositalari esa bekor qilinadi. Bu g'oya ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Beshinchi fakt. Texnologiyani insoniyat xizmatiga qo'shish. Jak Fresco texnologiyani faqat sanoat yoki harbiy maqsadlar uchun emas, balki insoniyat farovonligi uchun ishlatish kerak deb hisoblagan. U avtomatlashtirilgan shaharlar, ekologik uylar, energiya tejamkorligi va sun'iy intellekt asosida ishlaydigan jamiyatni tasavvur qilgan. 6-fakt. Ko'plab ixtirolar va patentlar egasi. Fresco hayoti davomida turli sohalarda yuzlab dizaynlar va ixtirolar yaratgan. U samolyotlar, avtomobillar, binolar va sanoat uskunalari uchun innovatsion loyihalar ishlab chiqqan. Uning ba'zi ixtirolari patentlangan bo'lib, sanoat dizaynida muhim o'rin tutgan. 7-fakt. Film va hujjatli ko'rsatuvlarda ishtirok etgan. Jak Fresconing g'oyalari Future by Decision kabi hujjatli filmlarda keng yoritilgan. Bu filmlarda uning hayoti, ishlari va kelajak haqidagi qarashlari ko'rsatiladi. Shuningdek, u ko'plab intervyular va konferensiyalarda qatnashgan, o'z fikrlarini ommaga yetkazgan. 8-fakt. Mualliflik sifatida faoliyati. Fresco ko'plab kitoblar va asarlar yozgan. Bu asarlarda u pulga asoslangan jamiyatning kamchiliklarini ochib beradi va Venera loyihasining afzalliklarini tushuntiradi. Kitobda texnologik utopiya, resurslarga asoslangan iqtisodiyot va insoniyat kelajagiga haqiqiy chuqur fikrlar bor. 9-fakt. Bahsli shaxs bo'lgan. Jak Fresconing g'oyalari ko'plab tarafdorlar va tanqidchilarni jalb qilgan. Ba'zilar uni zamonaviy Leonardo da Vinci deb atagan. Boshqalar esa uning g'oyalarini utopik va amalga oshmas deb hisoblagan. Shunga qaramay u o'z fikrida qat'iy turgan. 10-fakt. Hayotining oxiri va merosi. Jak Fresco 2017-yil 18-mayda 101 yoshida vafot etdi. Uning merosi Venera loyihasi, kitoblari, intervyulari va hujjatli filmlari orqali yashab qolmoqda. Bugungi kunda ham uning g'oyalari ko'plab yoshlar, dizaynlar va futuristlar tomonidan o'rganilmoqda.